11 dekabr kuni Eron prezidenti Masud Pezeshkian Qozog'istonga rasmiy tashrif bilan keldi. Tashrif davomida savdo-iqtisodiy sohadan tortib, madaniy-gumanitar sohagacha bo'lgan ko'plab masalalar muhokama qilindi. To'qayevning so'zlariga ko'ra, Eron Qozog'istonning ishonchli sherigi va Kaspiy dengizi orqali tranzitni rivojlantirishda muhim bo'g'in bo'lib qolmoqda. Bu esa ta'minot va logistika uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochadi. Eron prezidenti Tehronning iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga tayyorligini tasdiqladi. Pezeshkian Qozog'istonning o'z mamlakati uchun ahamiyatini ta'kidlab, Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik Tehronning tashqi siyosatida alohida o'rin tutishini ta'kidladi. Qozog'iston va Eron prezidentlari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng 8 ta hukumatlararo va idoralararo hujjatlar imzolandi. Pezeshkianning Qozog'istonga tashrifi Rossiya, Qozog'iston va Eronni bog'laydigan xalqaro transport yo'lagi bo'lgan shimol-janub yo'nalishini mustahkamlashga qaratilgan. O'tgan yili Qozog'iston, Eron, Rossiya va Turkmaniston 2024-2025-yillarga mo'ljallangan yo'lakning sharqiy tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini imzoladilar. Rejaga ko'ra, yo'nalishning o'tkazuvchanlik qobiliyati 2030-yilga kelib 20 million tonnaga yetishi kerak. Eron Ostonaga Fors ko'rfazi, Ummon dengizi, Hind okeani va yirik transport yo'laklariga chiqish imkonini berishga tayyor. Bu ikki mamlakat o'rtasidagi yangi sheriklik geografiyasini shakllantiradi. Eron o'zining islomga zid imperatorlik orzusini amalga oshirishda Amerika qo'lidagi qo'g'irchoq bo'lishni tanladi. Amerika Eron rejimidan mintaqani yangi Yaqin Sharq mustamlakachilik loyihasiga muvofiq shakllantirish siyosatini amalga oshirish uchun foydalanmoqda. Faqat va faqat payg'ambarlik minhoji asosidagi Roshid xalifalikning barpo etilishi bir ummat sifatida musulmonlarni parchalanishdan saqlab qoladi va mustamlakachilik loyihalarini yo'q qiladi. Islom hukmronligini tiklaydi va ummatni birlashtiradi.